Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Tigo 7 Pro 2026 restyling haqida gaplashamiz. Keling, men sizga tushuntirib beraman. Tigo 7 Pro'miz 2026 restyling bo'ladi, ya'ni ko'rinish jihatlari, ya'ni yangilangan o'zi. Bizda o'zi LED farali ledlar bilan jihozlangan, ya'ni palasalar bilan yo'llarimizni ko'rsatib beradi, ravon qilib. Ko'rganingizdek. O'zi motorimiz 1,5 litrli turbina, 1.40 ta ot kuchi bo'ladi. Oldilarda ko'rganingizdek, o'zi yengillik qo'shilgan tumankalarimiz bo'ladi. Ya'ni akkuratni chiroyli qilib o'zi yasalgan. Sensorlarimizni oldi parkovka qilganimizda ko'rganingizdek. Ya'ni parkovka qilishda o'zi qiynalmaysiz. Diskalarimiz o'zi ko'rinish jihati o'zi o'zgargan. Ko'rsangiz bo'ladi, o'zi 18 diskalarimiz bo'lgan, 225 ga 55 R18. Ya'ni seri bilan oq kombinatsiya qilganmiz bu yoqda. Alyuminiy diska bo'ladi. Uncha jostki diska bo'lmaydi. Chuqurlarni, ya'ni uncha-munchaga sezmaydi. Oporniy diskalarimiz охлаждение sistema bilan bo'ladi. Nezavisimiy bo'ladi bularda. Alohida ishlaydi, ya'ni amortizatorlarimiz. McPherson bo'ladi, hadolarimiz turadi. Ko'rganingiz 360 gradus kameralarimiz ham bakovoyda bo'ladi. Bu yoqga ham 5 ключойni sensorimiz qo'shilgan. Salonimizdan ko'rsangiz bo'ladi, o'sha eko kojalar bilan jihozlangan bo'ladi. O'sha elektronli passajirga ham sidenlarimiz qo'shilgan. Ya'ni elektronni bemalol qo'l bilan ham boshqarsalar bo'ladi. Dizaynlarini ko'rsangiz bo'ladi, bu yoqdagi karbon detallar bilan, ya'ni akoprintlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ancha akkuratniy va klassika. Orqa o'rindiqlari ko'rsangiz bo'ladi. Abagreiflari bilan, eko kojalar bilan eng yaxshi kачествоda jihozlangan stakanchiklar ham qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Orqa dizaynlari bagajlarimiz 475 litrdan 1,5 litrgacha bo'ladi. Ya'ni ikkinchi qatorimizni o'zi yotqizsak 1,5 litr bo'ladi. Ikkinchi qatorimizni o'zi qo'yganimizda o'zi bizda 475 litr bagajimiz bo'ladi. O'zi отказ ham bo'ladi. Masalan, orqada bola ham turib qolsa, bemalol bagajlarimizni ham orqadagi odamni bosib ham qolmaydi. Elektronli bagajimiz bo'ladi. Salonni ko'rsangiz bo'ladi o'zi. O'zi bizda pamять sidenalar kutib olgan, o'zi yengilliklar mashinamizda. Pamять sidena, o'zi masalan bitta o'zingiz haydamasangiz ham mashinani o'zi 2-3 ta odam haydagandan bemalol o'zligini funksiyasini qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni mashinaga o'tirganda sidena обратно orqaga surilib, ya'ni sizga udobstva qilib o'tirishingizga osonroq qiladi. Keling, salonlarni ko'ring, men sizga tushuntirib beraman. O'sha salonlarimiz yangi qo'shilgan, ya'ni 12.3 dyumdan ikkita monitor birlashgan bo'ladi. O'sha bu yoqda обогрев rul, голосование управленияsi bo'ladi. 360 kamera o'sha mashinamizda. Bu yerda o'sha ballarimizning dizayni o'zgargan bo'ladi. Ya'ni hold rejimlari elektronniy ruchnoy. 360 kamera bo'ladi. O'sha bu eski Tigo 7 Pro 2025imizda o'sha korobkamizda variator bo'lgan. Bunimizda o'sha robotizirованный diski 6 korobka o'sha bularga qo'yilgan. Dizaynlarni ham ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Tiger anaqasidan kelib chiqqan holda, ya'ni Tiger emblemasi bu yerga qo'yilgan. O'sha bu yoqda bizga panorama luklar ham qo'shilgan. Dizaynlari o'sha bu yoqda ham podkrilni, ya'ni quyoshdan to'smani ham ko'rsangiz bo'ladi. Podsvetkalari bo'ladi. Mashinamizda o'sha yengillik, bu ham ancha o'zgarishli o'sha mashinamizda bo'lgan. Keling, avtosalonimizga sizni avtosalonimizda kutamiz. Tigo 7 Pro 2026 restylingi xarid qiling.